Justify items ko'rdik sizlar bilan, ya'ni nima vazifani bajarishini. Endi boshqa property align items to'g'risida gaplashamiz. Justify itemsda demak kolumnning ichidagi elementga x o'qida ta'sir o'tkazadi, ya'ni pozitsiyasini o'zgartiradi. Boshida, oxirida yoki o'rtasiga yoki bo'lmasa stretch qiymatlariga ega bo'ladi. Endi align itemsda ham xuddi shunaqa qiymatlarga ega, faqat align itemsda x emas y o'qida o'zgartiradi. Demak, mana ko'ramiz. Align items birinchi default ko'ramiz, ya'ni justify itemsga o'xshab, buni ham default ko'rinishi stretch saqlaymiz. Ko'radigan bo'lsak, hech narsa o'zgarmadi. Endi stretch o'rniga start beramiz. Demak, tepada joylashadi. Mana. Yoki bo'lmasa pastda joylanish uchun end qiymatini beramiz. Demak, mana pastda va oxirgi qiymati center. Mana